Tomga loy bosib belorog'idan bezigan usta akalarimizga endi pena yangiligi. Akalar, penamiz ko'rib turibsizlar, tomga endi turpoqda chaqir, somonda aralashtir, loyda tort, loyda bos, qamish sol, unaqa narsa shart emas. Akalar, penani bitta quyib ko'rsatib beringlar. Penani bochkada tayyor penani qilinadi, shunday quyiladi, tayyor. Loy bor, tort bor, unaqa narsalar keragi yo'q. Bu penamizning afzalligi issiq sovuqda zo'r ushlaydi. Utubli vazifasini bajaradi. Keyin loydan 2 baravar yengil. Eng muhimi xonadonlarga, baland binolarga quyish o'ta oson. Mana ko'rib turgan joylarni ham hozir biz 5-etajda turibmiz. Akalarimiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Endi loy bos, chaqir, u qil, bu qil, 10 kishini olib kelib hashar qilsa shart emas. Kimga shu pena xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, kvadratini narxi 35 mingdan 45 minggacha, ya'ni 5 santimetrligi 35 ming, 10 santimetrligi 45 ming. Kimga shu pena xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.